Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 24 noyabr Urumchi fojiasi Xitoy ichi va sirtida intayin zo'r inkas qo'zg'adi. Analizchilar tarafidan Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatining muhim bir partiyasi deb qaralgan 24 noyabr Urumchi o't fojiasidan keyin Urumchi aholisi ko'chalarga to'kilib, Xitoy raisi Shi Jinpingning atalmış yuqumni nolga tushirish degan mantiqsiz shuari bilan Sharq Turkistondagi Xitoy doiralarining 100 kundan ko'proq vaqtdan buyon rəhimsizlarcha elib borgan qattiq qamal qilish siyosatiga bo'lgan noroziligini bildirishgan edi. Chet el matbuotlarining xabar qilishicha Urumchida boshlangan norozilik harakati 26 noyabr kundan e'tiboran Xitoyning Beijing, Guangzhou, Nanjing, Chengdu, Chongqing qatorliq 10 dan ortiq cho'ng shaharlarga yeyilgan va bu shaharlarda minglagan Xitoy fuqarosi maydonlarga to'kilib, Xitoy Kompartiyasi taxtdan tushsin, Shi Jinping taxtdan tushsin deb shuar to'lashgan va Urumchi aholisining norozilik harakatlariga bo'lgan qo'llashini bildirishgan. Kuzatuvchilar buni 1989-yil yuz bergan Tiananmen voqeasidan beri kam ko'rilgan zo'r ijtimoiy hodisa deb qarmoqda. 24 noyabr Urumchi fojiasida Xitoy doiralarining o't ketgan binodagi aholini qasddan o'limga tutib berganligiga doir tog'dek faktlar va shohidlar tursimi, ammo o'ktam Xitoy hokimiyati jinoiy qilmishni bo'yniga ilish u yoqda tursin, aksincha ig'vo tarqatdi degan sabab bilan Urumchida ko'plagan kishilarni qo'lga olgan. Urumchi shahrining boshlig'i Mamtamin Qodir bo'lsa 25 noyabr kuni kechda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida hukumatni aqlab, gunohni o't ketgan binodagi aholining bo'yniga ortib qo'ygan va o't o'chirish eg'iziga to'saq qo'yilmaganligini, aholilarning binodan tushib faoliyat qilishiga ruxsat qilingan bo'lsa-mu, ba'zi kishilarning o'zini qutqizish iqtidori to'van bo'lg'achqa, ofatdan o'zini vaqtida qutuldira olmaganligini bayon qilishgan. Ammo ahvoldan xabardor Uyg'urlar ijtimoiy aloqa vositalarida buning yolg'onligini oshkorlagan. Xitoyning atalmış yuqumni tizginlash tadbiri tufaylidan bu binodagi nurg'un aholilar uyga solab qo'yilgan. Bir Xitoy qizmi buning to'g'riligini isbotlab video tarqatgan. Uning aytishicha, bu bino yuqori darajalik xatarlik rayonga tava. Sho'ng uning darvozasidan tortib kirish eshiklarigacha hammasi taqoq. O't o'chirish atrofida qatma-qat to'saqlardan o'tib, bu binoga yiqilish bo'lg'icha 2 soat vaqt o'tib ketgan. 24 noyabr Urumchi fojiasi g'arb matbuotlarining, chet el hukumatlarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining zo'r diqqatini qo'zg'agan masalalarning biriga aylandi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligining bu vaqtda 26 noyabr e'lon qilgan qisqa bayonotida aynan mundaq deyilgan. Xitoy Xalq Jumhuriyati Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining poytaxti Urumchidagi o't ketish natijasida hayotdan ayrilgan va yordorlarning bo'lganligidan cho'nqur qayg'u ichida xabardor bo'ldik. Bu alamlik hodisa sababli ta'ziyalarimizni yo'llaymiz va yordorlarga jiddiy shifo tilaymiz. O't ketish sababi to'g'risida xalq ochiq ma'lumot berilishini kutamiz. Dal 24 noyabr Urumchi fojiasi yuz bergan kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy ayrimchilikning oldini olish komitetining Uyg'ur masalasi haqida maxsus bayonot e'lon qilishimi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. BDT irqiy ayrimchiligining oldini olish komitetining bayonotida Xitoy hukumatidan gunohsiz tutqun qilinib jazo lagerlariga, turmalarga qamalib erkinlikdan mahrum qoldirilgan barliq Uyg'urlarni erkinlikka chiqarish va g'oyib qilib o'tilganlar haqida ularning oilasidagilarga tafsiliy ma'lumot berish talab qilingan. G'arb matbuotlarida Xitoy hokimiyatining yuqumni nolga tushirish nomida yo'l qo'yayotgan karantin va qattiq qamal siyosatini Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va jinoiy qilmishlarining muhim bir vositaga aylantirib olganligi ifoda qilinmoqda. Mustabid Xitoy hokimiyatining qattiq qamal qilish siyosati sababidan maydonga kelgan 24 noyabr Urumchi fojiasi muhojirat yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning intayin zo'r qarshiligini qo'zg'adi. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, 24 noyabr Urumchi fojiasida ikki narsida bolasi bilan birga shahid bo'lgan Qamarnisa xonning o'z jiyani navbat Shveysariyada yashamoqda. Yani 24 noyabr Urumchi fojiasida shahid bo'lgan ba'zi Uyg'urlarning bevosita tuqqanlari chet elda yashamoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 24 noyabr kuni Urumchi Tangirtog' rayonidagi Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan oiladagilar binosida yuz bergan o't ofati jarayonida Xitoy doiralarining qasddan o't o'chirish mashinasini vaqtida evatmaslik, binoning kirish eshigini va har qaysi uylarni sirtdan qulflab qo'yish, binoning oldidagi ko'chalarni to'mir va sement to'saqlari bilan etib etish, yordorlarning vaqtida doktorxonaga aparmaslik qatorliq razil vositalar bilan necha o'nlagan Uyg'urning ichinish qoldi o'lib ketishiga sababchi bo'lganligidek jinoiy qilmishiga qarata maxsus bayonot e'lon qilib, xalqaro jamoatchilikni karantin tadbirlarini bahona qilib Uyg'urlarni qasddan o'limga tutib berayotgan Xitoy hokimiyatini jinoiy javobgarlikka tortishni talab qildi. Qurultayning bayonotida yana Xitoy hokimiyatining yuqumning oldini olish bahonasi bilan 100 kundan ko'proq vaqtdan buyon Sharq Turkiston miqyosida yo'l qo'ygan qattiq qamal qilish siyosati jarayonida ko'plagan Uyg'urlarning ochliqdan va davolanishsizlikdan hayotidan ayrilganligi,
Xitayning kundan kunga kuchayayotgan bu xil g'ayri insoniy qamal siyosatining 24 noyabr Urumchi fojiasining maydonga kelishiga bevosita sababchi bo'lganligi. Agar xalqaro jamoatchilik Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlariga qarata jiddiy inkos qaytarmagan taqdirda, Sharq Turkistonda texim ig'ir fojialarning maydonga keldiganligi ta'kidlab o'tildi. Bundan başqa yana Avstraliyada xizmat ziyoratida bo'layotgan qurultay raisi Dolqin Aysa apandim 25 noyabr kuni Sidneydan e'lon qilgan videolik bayonotida 24 noyabr Urumchi fojiasining Xitoyning Uyg'urlarga planliq, maqsadlik va sistemli holda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining bir partisi ekanligini ta'kidlab o'tish bilan birga, chet ellardagi butun tashkilotlarimizni va xalqimizni Xitoyning bu xil razil qilmishiga qarata jiddiy inkos qaytarishga chaqirdi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar. Bugün Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda epirayotgan vahshiy qirg'inchiligi, insoniyat qarshi ishlayotgan jinoyati, irqiy qirg'inchiligi davom qilayotgan bir vaqtning o'zida Xitoy hukumati bütün vasıtlarını tanımay, her xil usullar bilen 21. asırda vahşi cinayetini devam kıvatıdı. 100 günden aşkan karantin banasıda halkımızı açlıkka mahrum kılıp, nurgulluğun insanlarımız açlıktan ölgen veya ölüş girdağı bir vatkan bir vaktinizde tönögen vatanımız Ürümçi'den kelgen kaygılı hava yüreklerimizni pamparça kıvatıdı. Bizga kelgan ma'lumotlar qaragan chaqda dastlabki ma'lumotda 10 necha kishining o'lganligi xabar kelgan bo'lsa, mana o'tgan soatlardan buyon bu sonning 50-60 ga yuksalganligi, davomli yordar bo'lgan insonlarimizning o'layotganligi va ba'zi uchurlarning qamal qilinayotganligi bizga yetib kelyapti. Bu bir sharoitning o'zida butun vatandoshlarimiz, chet eldagi butun insonlarimiz qayg'ini kuchga aylantirib, uşak talaşlarını bir yer qarib qo'yib, yüksek milli mecburiyet duygusu bilen qanday qilib xalqimizning bu dard alamlarini, bu echinishlik feryatlarini dunyoga anlatalaymiz, dunyoning istaşlığını qo'lga keltira olamiz, Xitoy hukumatining vahshiylik bilan epirayotgan bu qirg'inchiligini qanday to'xtalaymiz degan narsada o'ylashimiz kerak. Başka turuşumuz gerek ve başka turuşlarla kalmay emeli hareket götürüşümüz gerek. 26 noyabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa apandimning jiddiy iltimos bilan har qaysi ellarda faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining asosli mas'ullarining qatnashishida favqulodda yig'in chaqirilib, 24 noyabr Urumchi fojiasiga qarta xalqaroda qanday inkos qaytarish masalasi haqida muzokara ilib bordi. Urumchidagi fojiada shahid bo'lgan ba'zi qarindoshlarimizning chet eldagi bir qism tuqqanlari qatnashgan bu qitimqi yig'inda 24 noyabr Urumchi fojiasida shahid bo'lgan butun qarindoshlarimizning ro'yi uchun Qur'oni Karim va duo o'qildi. Yig'inda yana 24 noyabr Urumchi fojiasi munosabati bilan butun dunyo miqyosida Xitoyning karantin tadbirlarini o'zining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining muhim bir vositaga aylantirib olganligiga qarshi keng ko'lamli norozilik harakatlari ilib berish, 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan butun dunyo miqyosida ilib berilgan faoliyatlarda 24 noyabr Urumchi fojiasini muhim tashviqot mazmunlarining biri qilish haqida umumiy safarbarlik boshlatildi. 24 noyabr Urumchi fojiasi muhojirat yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiga bo'lgan o'chmanligini hassilab oshirdi. Har qaysi ellarda faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari Urumchi fojiasi yuz bergandan buyon butun dunyo miqyosida keng ko'lamli norozilik harakati boshlatdi. Kanada Sharq Turkiston jamiyatining uyushtirish bilan 26 noyabr Edmonton shahrida, 27 noyabr bo'lsa Toronto shahrida Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyish va Urumchi shahidlarini xotirlash faoliyati o'tkazildi. Torontodagi namoyishga bo'lsa qattiq sovuq qarmasdan nihoyat ko'p sonli qarindoshlarimiz kelib qatnashdi. İstiqlal marşımız bilan boshlangan namoyish jarayonida 24 noyabr Urumchi fojiasiga munosabatli videoluk ko'rinishlar ekranda ko'rsatildi. Xi Jinping! China stop the genocide! China stop the genocide! Stop killing the Uyghurs! 26 noyabr kechda Amerika Uyg'ur birlashmasining uyushtirish bilan Washingtondagi Lincoln xotir saroyi oldida 24 noyabr Urumchi fojiasida hayotdan ayrilgan qarindoshlarimizga motam bildirish va Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish faoliyati uyushtirildi. 27 noyabr kuni bo'lsa Los Anjelesdagi Xitoy konsulxonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazildi. We want freedom. We want freedom! We want freedom. We want freedom! We want freedom. China stop the genocide!
China stop the genocide. 26 noyabr Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlari Birligining uyushtirishi bilan Istanbuldagi Xitoy konsulxonasi oldida zo'r ko'lamlik namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. 26 noyabr kechda yana Istanbuldagi Sulton Ahmad maydoniga to'plangan Uyg'ur qarindoshlarimiz 24 noyabr Urumchi shehidlarimizning ro'yi uchun duo qilishdi va Urumchi fojiasini keltirib chiqargan fashist Xitoy hokimiyatiga qattiq la'nat yog'dirishdi. Türkiye'deki bazı camialarda Urumchi shehidlarimizning ro'yi uchun Qur'oni Karim va duolar o'qildi. 26 noyabr Angliya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishida Xitoyning Londondagi elchixonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazildi. End Chinese colonization. End Chinese colonization. End Chinese occupation. End Chinese occupation. End Chinese invasion. End Chinese invasion. Xi Jinping. Xi Jinping. Dictator. Dictator. 26 noyabr Dünya Uyg'ur qurultiyi bilan kishilik huquq tashkilotlarining uyushtirishida Berlindagi mashhur Brandenburg maydonida 24 noyabr Urumchi shehidlarini eslash va Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga norozilik bildirish faoliyati o'tkazildi. 27 noyabr Dünya Uyg'ur qurultiyi Yevropa Sharq Turkiston Birligining uyushtirishi bilan Germaniyaning Myunxen shahridagi asosiy sayohat markazlarining biri bo'lgan Stachus maydonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyish va 24 noyabr Urumchi shehidlarini xotirlash faoliyati o'tkazildi. Myunxenda o'tkazilgan namoyish Germaniya matbuotlarining qiziqishini qo'zg'adi. 24 noyabr kuni Urumchining tog' rayonida yuz bergan o'q fojiasi munosabati bilan tunogunda boshlab butun dünyadaki Uyg'urlar qo'zg'aldi. 27 noyabr Avstraliya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi bilan Sidney shahrida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Navbatda Avstraliyada xizmat ziyoratida bo'layotgan Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, Qurultay ushur tashviqot markazining mudiri va Uyg'ur adliya arxiv ombirining direktori Baxtiyor Ömer, Qurultayning bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, Gollandiyadagi jasur lager shohidlarimizdan Qalbinur Sidiq va Ömer Bekalilardan tarkib topgan Qurultay hayiti Sidneydagi namoyish sepidan o'rin oldi. Ondan başqa yana Sidneyda Urumchi shehidlarining g'iyobiy meyitnomizi tushirildi. ...27 noyabr kuni Yaponiya Uyg'ur jamiyati Tibet, Mongol, Hong Kong va boshqa kishilik huquq tashkilotlari bilan birga Urumchi shehidlarini xotirlash va 24 noyabr Urumchi fojiasini keltirib chiqargan mustabid Xitoy hokimiyatiga norozilik bildirish faoliyati o'tkazdi. 27 noyabr Gollandiya Uyg'ur jamoatining uyushtirishi bilan Amsterdamdagi Dam maydonida 24 noyabr Urumchi shehidlarini eslash va Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga norozilik bildirish faoliyati o'tkazildi. China stop genocide. 27 noyabr kuni Fransiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimiz Parijdagi dunyoga mashhur Eiffel temir munorining oldiga to'planib, 24 noyabr Urumchi fojiasida hayotini ayrilgan qarindoshlarimizni xotirladi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini shiddat bilan davomlashtirayotgan fashist Xitoy hokimiyatiga bo'lgan g'azab nafratini ifoda qilishdi. Boshqa davlat va rayonlardami bu xil norozilik harakatlari va Urumchi shehidlarini xotirlash faoliyatlari uzluksiz davom qilmoqda. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dünya Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.